bulgaysizlar. Assalamu alaikum aziz vatandaşlarım. Cümleden yıllardan buyon Dünya Qurultayını maddi ve manevi fikri cihetden qo'llab kelgan aziz yurtdoshlarım. Hammanglarga ma'lum bo'lganidek, Dünya Qurultayının 8. navbatlik vekiller qurultayiga vekil saylash programmasi plan bo'yicha 7 ayning 27-28 kunlari nurg'ulg'an davlatlarda sandık qo'yib demokratik bir şekilde özünün 170'den artıq vekilini saylab chiqdi. Ondan keyin 8. ayının 4. günüsü, yaşanbı günüsü bu Dünya Qurultayının yeni vekillerinin tor yığını ötküzüldü. Bu tor yığında ötken 3 yılda Dünya Qurultayının xalqarada qo'l keltirgan natijalar haqida yeni vekillerimizge ma'lumotlar berildi. Dünya Qurultayı vekillerinin hukuk mecburiyetleri tanıştırıldı. Ve bunun keyin yapıldığan jaryan hakkında ma'lumot verildi. Emdiki basqoch Dünya Qurultayının 8. navbatlik vekiller qurultayiga da qurultay reisligidan har qaysi komitetlargacha bo'lgan saylamda o'zini nomzodlik ko'rsatish jaryoni boshlandi. Men tönögün ki bu vekiller yığınida dokladlarını bergandan keyin o'zimning bir shaxsiy qarorini qurultay vekilleri bilan o'rtoqlashib o'zimning shaxsiy bir qarorini berdim. Bu qarorim Dünya Qurultayının reislik vazifasidan vaqtincha to'xtash. Bunun sebebi şu, xabardor bo'lganinglardek 5. ayda o'tirg'i chiqqan bir matbuot xabari ve sosyal medyalarda yuz bergan talaş tartışlarda benim ismim onun merkezi noktasında bo'lganligi uchun nurg'ulg'an talaş tartışlarga sebep bo'ldi. Şundan bilan Dünya Qurultayı mustaqil bir tekshirish boshlatishni qaror qilib, bu tekshirish boshlanildi. Onun altında Dünya Qurultayı icraî komiteti 5. ayın 18. günüsü toplanıp mening vazifamning davom qilinish qilmasligi haqida muzokara olib berib, mutlaq ko'p ovoz bilan vazifamning davom qilinishi qarori chiqqan. 5. ayın 24. günüsü Dünya Qurultayı o'zining vekiller bilan tor yig'in chaqirib 152 vekilning qatnashishi bilan yana bu bir masalani muzokaraga ochdik ve mutlaq ko'p qism 88% vekilning vazifamni davom qilish haqida qaror berishi bilan men vazifamni davom qilgan. Ama men o'yladim, mustaqil bir tekshirish o'tgan hafta boshlandi. Qurultay vekilleri, yeni vekiller saylanib chiqildi. Endi yeni rahbarlikka o'zini ko'zish jarayoni boshlandi. Bunday bir sharoitning o'zida men mustaqil tekshirishning bir natijasi chiqishi, bu tekshirishning tarafsiz ve mustaqil şekilde elip berilishi noktasını çıkış noktası qilib turib, o'zimning Dünya Qurultayidagi reislik vazifamni to'ng'itishga qaror berdim. Hozirgacha meni maddiy va ma'naviy jihatdan qo'llab kelgan, fikriy jihatdan qo'llab kelgan, Dünya Qurultayga ko'ngil bo'lgan bütün sabdoshlarimga rahmat aytaman. Bütün talaş tartışlarni bitirib qarib qo'yib, emdiki diqqatimizning merkezi noktasını 8. navbatlik Dünya Qurultayının vekiller qurultayını muvaffaqiyatli o'tkazish uchun bütün vatandaşlarni diqqatimizni mushunga berishga chaqiraman. Hammanglarga ko'p rahmat.